Haromat tumani Hojat mahalla navbat xonadoniga keldik. Bugun biz Sutu olsaxona 4 ta sanuzor qurayotgan bo'lsak, ko'chalar asfalt qilingan. Kameralar hammasi ulangan. Hozir uchun obzorga beraman. Ko'ringlar. Bu bizning mana kirishimiz. Bu yerda mana bemalol bitta mashina qo'ysak bo'ladi. Xuddi shunaqa chiroyli besetka qilib qo'ygan, kirib dam olsa bo'ladi. Takaniya beshini qilib qo'yishgan. Bu yerda mana yozgi oshxona qilib joy qilingan. Bemalol oshlar, shashirlar qilsa bo'ladi. Shunaqa bu yerda mana zo'lon qilib chiroyli archalar ekib qo'yishgan. Bu yerda bizada sanuzin, bu yerda mana uyimizni ko'rinishi. Bizada hol ko'rayotgan bo'lsanglar, вообще необычный qilishgan, rangini ham chiroylisini tanlashgan. Bizada oshxona. Kuxniyaning zo'rini tanlashgan. Bu yerda mana ko'rishlar mumkin. Xolodilnik shkop orqasi bekitilgan. Chiroyli kartinkalar yozib qo'yishgan. Bizada zal. Shu ko'rayotgan narsalar hammasi qoladi. Stol, divanlar, televizorlar hammasi qoladi. Mana bizada sanuzor. Bitta bizada yatta xona. Ranglarni ko'rib olsam, вообще необычный. İkinci qavatga ko'tarib oldik. O'tda yana bitta zal. To'y hashamladi. Alohida erkaklarga, ayollarga alohida o'tiradigan joy qilsa bo'ladi. Shuna chiroyli kartinkalarni qo'yishgan, televizorlar qo'yib qo'yishgan. O'tda bizda detskiy xona. Shunaqa bizda kichkina balkoncha bor. Balkonchadan o'shalarga o'tirsa bo'ladi. To'g'ri xonasi. Sanuzor. Va bu yerda radiotsiz xona. Sanuzor. Bu uyimizga 198 ming